Xo'p, assalomu alaykum. Hurmatli kanalimiz aziz obunachilari, aziz hamshaharlar, aziz yurtdoshlar. Ancha bo'ldi kanalni yuritmaganimga. Endi mana shu yaqin 20 kundan beri aktiv harakat qilishga va sizlarga foydali maslahatlar berishga yana bel bog'ladim. Xudo xolasa sizlarni salomatliklaringizni o'ylab va o'zimni ham salomatligimni o'ylab, oilamni salomatligini, hamshaharlar salomatligini o'ylab foydali maslahatlarni berishda davom etaman. Bilasiz, tabobatda turli xil metodlar bor. Turli xil metodlar bor. Hamma o'zini metodidan foydalanadi. Kimdir o'sha AST2 fraksiyasini taklif qilsa, kimdir hijomani taklif qiladi. Kimdir teskari protsedurani taklif qiladi. Ya'ni o'sha очищенияni, ayniqsa klizma bilan очищение qilish bu juda teskari protsedura hisoblanadi. Buni zararli tomonlarini aytib o'tganmiz. Biroz yengillik bersa-da, uning yaxshigina qoldiradigan asoratlari mavjud. Yoki kimdir chuvalchangni tavsiya qiladi, o'sha chuvalchang kapsulalarini tavsiya qiladi. O'sha bo'g'imlar uchun demak o'sha tavsiya qiladigan metodlari mavjud. Kimdir yoki ilon zahrini, chayon zahrini tavsiya qiladi. Endi hammani o'zining metodi bor, o'sha metod ishlaydi. Qaysidir metod qaysidir kasallik uchun ishlaydi. Hamma kasalliklarga ham mos kelavermaydi. Ba'zi bir o'sha metodlarni zararli tomonlari ham mavjud. To'g'ri, men taklif qiladigan metodlar ham ba'zi bir o'sha o'zida zahar saqlovchi maklurani tavsiya qilganman. Bo'g'im og'riqlarida maklura yog'idan foydalanish. Yoki bo'lmasam polini gorki, bular ham o'zida zaharli o'sha nima desam bo'lar, o'simliklar sirasiga kirganligi sababli o'zida ma'lum bir miqdorda o'sha zahar saqlaydi. Bu o'sha miya faoliyati uchun agar ortiqcha iste'mol qilib qo'yilsa, yaxshigina ziyon keltiradi. Bunaqa o'sha zaharli mahsulot, o'sha o'simliklardan taklif qiladiganlar juda ko'p. Onkologik kasalliklarga ayniqsa juda ko'p tavsiya qilishadi. Kimdir kaklyushnikni o'sha alkogol uchun, alkogoldan chiqib ketish uchun taklif qilsa, kimdir chistotelni o'sha taklif qiladi. Unda ham o'ziga yarasha zaharlilik xususiyatlari mavjud. Hamma metod har xil. Akonit, kimdir akonitni o'ta zaharli bo'lgan o'simlikni agar juda ham salgina ortiqcha iste'mol qilib qo'ysangiz, juda sizni hattoki o'lim holatiga ham olib keladigan o'simliklar sirasiga kiradi. Endi bugun sizlarga bermoqchi bo'lgan maslahatim mononukleoz, teri kasalliklari haqida gaplashamiz. Mononukleoz teri kasalligiga kirmaydi. Bu yuqori nafas yo'llarini, ya'ni o'sha tomoqda kuzatiladigan o'sha Epstein-Barr degan virus tushib qolishi natijasida tomoqdagi og'riq, yallig'lanish keltirib chiqaruvchi holat hisoblanadi. O'sha virus sabab insonda kuzatiladigan patologik holat hisoblanadi. Buni normada ushlash mumkin. Uzoq vaqt qiynalib yurganlarni biz turli xil uslublardan foydalanib davolab ko'rdik. Uzoq vaqt davoladik tabiiy ne'matlar bilan. Lekin har xil metodlardan foydalandik. O'sha xalq tabobatida yozilgan o'sha ayniqsa yuqori nafas yo'llariga ta'sir qiladigan ba'zi bir o'simliklar mavjud. O'sha o'simliklardan biz to'liq foydalanishga harakat qildik. Bulardan bittasi mana gvozdika.
g'o'zniki o'zi qoramtirroq bo'ladi. Mana buni hamma biladi, qalampir munchoq. Buning uchun o'sha qoramtir shisha idishga solgansiz esa bu quyosh nuridan himoyalangan bo'lishi kerak. Tashqi muhitdan quyosh nurlari ta'sir qilmasa yaxshiroq disit qiladi. Ya'ni o'sha xususiyatini o'zida saqlab qoladi. Kalenduladan foydalandim. Undan tashqari zubturumdan foydalandim. Kist al-hindidan foydalandim. Immunitetni faollashtirish uchun qora sedana yog'idan juda ham ko'p bemorlarda o'sha turli xil uslublardan foydalandim. Bu surunkali patologik jarayon bo'lganligi sababli ko'pchilikda bitta mahsulot, dorivor mahsulot yuqori effekt berdi. Bu mahsulot mana kardamon. Butunlay o'sha remissiyaga chiqib ketgan, balki hozir ko'pchilikda qo'zg'almayapti. Mononukleoz, yo'talish, og'riq, tomoqda og'riq, bezovtachilik bunaqa holat kuzatilganda, mana ushbu o'sha terapiyani olib borgandan keyin xuddi boshqa dorivor o'simliklar singari boshqa dorivor o'simliklarga nisbatan kuchliroq bakteriyasi ta'sir qiladigan, immunitetni faollashtiradigan, undan tashqari hazm qilishni yaxshilaydigan ajoyib mahsulotlardan bittasi sifatida qaraladi bu. Shu haqiqatan xususiyatlarni beradi. Chunki bu amalda isbotlandi. Endi bu mahsulotdan xudo xolasa turli xil mazlar, kremlar, namlantiruvchi kremlar ishlab chiqamiz. Nima sababdan? Sababi bu teri kasalliklariga, terini allergik holatlariga, neyrodermitlarga ham kuchli ta'sir etar ekan. Biz buni qaynatib, teri kasalligi bilan og'rigan bemorlarda qo'llaganimizda ulardagi o'sha holat bartaraf bo'ldi ko'pida. Allergik holatlar bartaraf bo'ldi. Allergik dermatitlar, neyrodermitlar, ekzemalar. Ekzemaga bitta tavsiya berdim. Ana peshob, odam o'zini peshobini o'sha ekzema toshgan joyga paxtaga botirib, o'sha yarim soat 20 minut ushlab tursa-da keyin tashlab yuborsa, bir 10 kun, 15 kun shunday qilsa, u shunaqa bakteriyasidni dezinfekt qiladi, o'sha u yoqdagi patologik holatni bartaraf qilishga yordam beradi. O'sha ekzemani chaqiruvchi allergenlarni yoki boshqalarni bartaraf qilib, bu ham sinalgan uslub. Ko'pgina bemorlarda kardamongacha qo'llanilgan uslub. Endi kardamonni qo'llayapmiz. Kardamon ham yetarlicha o'zini foydali xususiyatlarini beryapti. Bunda shunaqa kuchli namlantiruvchi xususiyat borki, bu o'sha namlantiruvchi xususiyat terini holatini tiklashga yordam beradi. O'sha terida kollagen ajralishini yaxshilaydi. Bu degani, siz ham buni tashqi tomondan yuvishga ishlatsangiz bo'ladi, ham ichki tomondan qabul qilasiz. O'shandagina terini turli xil patologik holatlarini bartaraf qilishga yordam beradi. Juda ham kuchli mahsulot. Nafaqat oshqozon ichga qabul qilish uchun, nafaqat ovqatlarda ziravor sifatida ishlatishimiz mumkin. Buni dorivor o'simlik sifatida ham qarashimiz kerak. Dorivor o'simlik sifatida qarab, buni ayniqsa buni xususiyatini oshiruvchi ajoyib mahsulot bu kurkuma emas. Endi kurkumani dishiga solingan arpabadyon. Anis deydi. Arpabadyon. Juda ham ikkalasini tugib, o'sha qanchada tugib
Bundan masalan 10 dona, bundan 1 choy qoshiq tugib, bitta choynakka solib, yarim litr ustidan yoki 1 litr suv qo'yib, issiq yana qaynab, bir 5-10 minut sovigan bo'lishi kerak. Qaynab turgan joyda solmaysiz. 5-10 minut tinishi kerak. O'sha suvda, issiq qaynagan suvda yarim soat qoldirib, yarim soatdan keyin bemalol ichsangiz ham hazm qilishga yordam beradi. Chunki deganda anis bilasiz, o'zida fermentlar mavjud. Fermentlarni rag'batlantiruvchi xususiyati mavjud. Ya'ni oshqozon osti bezini amilaza, lipaza fermentlarini, ya'ni egzokrin funksiyasini rag'batlantiruvchi xususiyatga ega. Oshqozon osti bezidan o'sha fermentlarni ajralishiga yordam beradi. Bu o'z o'rnida ovqat hazm qilishiga ko'makchi hisoblanadi. Bu bilan birgalikda kardamon qisman soleniy kislotani oshiradi oshqozonda va o't ajralishini yaxshilaydi. Ya'ni o't qopida o't ajralishini, safro ajralishini yaxshilaydi va sifatli safro ishlab chiqarishga jigarga yordam beradi. Undan tashqari yurak qon tomir sistemasidagi muammolarni yechishda kaliga boy mahsulot. Undan tashqari qondagi tromblarni eritishda, qondagi qand miqdorini pasayishida ikkalasi kombinatsiya bilan qo'llanilsa juda yuqori effekt beradi. Bunga qo'shimcha biz mana hozir ko'k choy ham ishlatsak bo'ladi. Ko'k choyni qo'shib ishlatamiz. Bundan masalan 10 dona yoki 8 dona yanchib, arpa badyondan qo'shib, bir choy qoshiq o'sha damlaydigan choyimizga mana bu afganiskiy golchin deydi. Endi buni tarkibida ham xuddi shunaqa kardamon mavjud. Ko'k choy o'sha kardamonga boyitilgan ko'k choy. Bu ham o'shanaqa xususiyatni beradi. Kim o'sha mononukleoz bilan qiynalayotgan bo'lsa, endi teriga qo'llash tartibini ham aytib o'tamiz. Hali videomiz davomida mononukleoz bilan qiynalayotgan bo'lsa, mana shu vositadan foydalaning. Imkon qadar issiq holatda emas, iliq holatda iching. Yarim soat o'sha tindirib qo'yib, qaynagan suvda keyin foydalaning. G'arg'ara qilib iching, juda ham foydasi sezasiz. Ayniqsa qish vaqtlarida kimni tomog'i og'risa, boshi og'risa, ayniqsa bosh og'riqlariga juda zo'r. Hech qanaqa dori, sitramon yoki bo'lmasa parasetamol saqlovchi isitma tushirish xususiyatiga ham ega. Tarkibidagi o'sha efir moylari yallig'lanishga qarshi xususiyati sabab, viruslarga qarshi xususiyati sabab o'sha gripp virusini bartaraf qilishga yosh bolalarga ham bersak bo'ladi. Faqat me'yor darajasida, oshirmagan holatda me'yor darajasini bilishimiz kerak. O'sha me'yor darajasida qo'llagan holatda bizni salomatligimizni tiklab olsak bo'ladi. Endi agar me'yordan ortiqcha iste'mol qilsak, har qanaqa efir yog'lari qitiqlovchi yoki bo'lmasam boshqa demak o'sha holatlarni, ya'ni o'sha ta'sirlanish holatlarini keltirib chiqaradi. Ko'p efir moyi iste'mol qilib qo'ysangiz, ta'sirlantirib qo'yadi. O'sha ta'sirlanish holatlari kuzatilishi mumkin. Shuning uchun buni har bitta narsani me'yori bo'ladi. O'shanaqa me'yorga amal qilishimiz kerak. Qon bosimini yaxshi me'yorlashtiradi. Yuqorida aytganimizdek, o'sha yurak qon tomir tizimiga ham yaxshigina ta'sir qiladi. Yaxshi uyqu beradi, tinchlantiradi. Juda ham ko'p ajoyib shifobaxsh xususiyatlarga ega. Erondan keladi, menimcha Eron yoki bo'lmasam Hindistondan keladigan ajoyib mahsulotlardan bittasi sanaladi. Endi bunga qo'shimcha ravishda agar siz immunitetni faollashtirmoqchi bo'lsangiz, hazm jarayonini yaxshilashingiz kerak. Endi teri kasalliklari bo'ladimi
virusli kasalliklar bo'ladi. Virusli kasalliklarni barchasida qo'llasangiz bo'ladi. Gerpes virus sizni bezovta qilyaptimi yoki o'sha episteem barmi yoki bo'lmasam межреберный nevralgiyami yoki boshqa shunga o'xshash holatlarga ham juda ham ajoyib ta'sir qiladi. Ham mahalliy, ham ichga qabul qilish mumkin. Ham mahalliy agar qo'llayotgan paytingiz albatta buni tashqi tomondan qo'llaniladi. Ya'ni qaynatilgan o'sha massani, yarim soat tindirilgan massani bilan yuvasiz, o'sha zararlangan hududni yoki bo'lmasam buni ichga qabul qilasiz. Juda ham og'izdagi noxush hidlarni ham bartaraf qiladi. O'sha bakteriyasidni desinfekt qilishi hisobiga og'iz bo'shlig'ini ham tozalaydi. Turli xil stomatitlar bo'lsa, stomatitlar ham ketadi. Og'iz bo'shlig'ida stomatit bilan bog'liq holatlar bo'ladigan bo'lsa, bunaqa holatlarni ham bartaraf qilib beradi. Juda ham og'iz bo'shlig'ini ham tozalaydi, oshqozonni tozalaydi, teridagi patologik jarayonlarni bartaraf qiladi, viruslarga qarshi xususiyati bor ajoyib dorivor o'simliklardan bittasi sanaladi. Bunga qo'shimcha ravishda yablочный уксус albatta hazm qilishni yaxshilash uchun hech qanaqa kiryon yoki bo'lmasa pankreatin qabul qilib yoki bo'lmasa atsidin pepsin qabul qilib salaniy kislotangizni oshirib hazm jarayonimizni yaxshilayman deb yurmang. Mana tayyor sizga tabiiy amino kislotalarga boy. Siz amino kislota ham qabul qilmang. Ko'pchilik osma ko'rinishda teskari protseduradan foydalanib amino kislotalarni yuborayotishadi o'sha qon tomirdan. Amino kislotalar kerak bo'lsa go'sht yeng, go'sht tarkibida amino kislotalar bor. Mana olma sirkasi tarkibida talaygina amino kislotalar bor. Bunda talaygina minerallar bor, vitaminlar bor. Salomatlik uchun kerakli barcha narsa mujassam. Barcha narsa tabiiy o'sha komponent tarkibida. Xohlang sialit pishavoydan qabul qiling, ya'ni qabul qilishga, ya'ni odam iste'moliga mo'ljallangan sialit qabul qiling. Endi sialitda biz nima desam bo'ladi? Bu ajoyib mineral, organizmni tozalovchi, toksinlardan, shlaklardan, organizmga energiya beruvchi ajoyib mineral. Buni o'zimiz qozib bir joydan shakllantira olmaymiz. Aniq bir o'sha firmalar bor, Biolit firmasi bor yoki bo'lmasam Tatariston firmasiniki bor. Natural Health'dan ham foydalansangiz bo'ladi, Biolitdan ham foydalansangiz bo'ladi. Altayskiy mahsulotlar ishlab chiqaradi. Sialit unda ham sialit mavjud. Demak, organizmga foyda keltiruvchi minerallardan bittasi sanaladi. Siz barjomi yoki bo'lmasam chortoq yoki shunga o'xshash narsalarni iste'mol qilmaysizda, uni o'rniga mana shunday yarim choy qoshiqini aralashtirib ichasiz. Bu arzonga tushadi sizga. Masalan, bitta barjomi 18 ming bo'ladigan bo'lsa, 10 tasi 180 ming bo'ladi, 20 tasi 360 ming bo'ladi. 20 tasi 20 kunga yetadi. Bu sizga pashti 6 oyga yetadi. 6 oy bo'lmasa 3 oyga yetadi. Mayli, 6 oy sal ko'proq aytib yubordim. 3 oyga yetadi. Yarim choy qoshiqdan iste'mol qilsangiz, kuniga 2 mahal sizga 3 oyga yetadi. Ham antiallergenli vositalardan bittasi sanaladi. Allergiyaga qarshi xususiyatlari mavjud. Demak, sizlarga bugun bermoqchi bo'lgan maslahatim shundan iborat. Kimgadir video yoqqan bo'lsa, agar yoqqan bo'lsa, like deb bosasiz, kommentariyada yoqdi, imkon qadar yoqdi deb yozib qo'ying. Agar yoqmagan bo'lsa, yoqmadi deb yozib qo'ying. Chunki bunaqa ma'lumotlarni balki kimlardandir eshitasiz, kimlardandir eshitmassiz. Chunki kimdir tadqiqot o'tkazgan, kimdir tadqiqot o'tkazmagan. Sinov o'tkazmagan. Men sinov o'tkazib sizlarga berayotgan tavsiyalarimni bittasi sanaladi. Chunki tadqiqot uzoq davom etadi. Masalan, o'sha tadqiqot davom etayotgan vaqtda videolar chiqmay qolishi mumkin. Boshqa tadqiqotlar bilan shug'ullanib qolishimiz mumkin.
o'sha vaqt oralig'ida biz qandaydir yangilikka erishsak, qanaqadir natijaga erishsak, erishgan natijamni sizlar bilan ulashaman. Albatta. Qaysi mahsulotdan qanaqa natija olsa bo'ladi? Bu haqida ulashaman. Videoni ko'rib, o'z vaqtini ajratganlar uchun rahmat. Sog' salomat bo'ling, kasal bo'lmang. Agar meni videolarimni podpiska bo'lmay ko'rayotgan bo'lsangiz, podpiskani tashlab qo'ying. Foydali videolar chiqarishda davom etaveramiz. Xayr, sog' bo'ling, salomat bo'ling, kasal bo'lmang. Keyingi efirlarda ko'rishamiz.